O'tiribmiz shu yerda. Aslarda ham odam ko'p ekan. Asadullo mana yoqtirgan joyga keldik. Tepada ventilatorimiz bor ekan shunda. Berori ikkitadan oladi, birosan. Ha, berori. Ikkita qo'g'li, ikkita bandili. O pastda shashlik ham bor ekan. Aşkörge böyle Türk kopya. Mahkemenin sanat gelir o. Normal şimdi. Kelo oraslar. Ama ben o açık olarak bekliyorum. Kanat açılmayın. Böyle olur. Bu kadar da böyle değil. Doğru, o tepede doş ya. Yani daha çok çıkar. Dostlar. Geldik. Hayırdır. Gapiring. Safarda dostlar yaxshimisilar, tug'ilgan başida mana. Omon qilibsizlar, ishlayapsizlar, charchamay. Hadi katta. Faryos. Oylar endi. Vaqtda va ikkisiga chiqdik, tandir ikkiga chiqardik. Ichga qolmadingiz. Tamam. Endi mana eng ko'pimni qo'ydik endi. Hali hech narsa ham kelmadi. O'tiribmiz mana. Ovqatimiz endi keladi. Amirjon ham o'tiribdi mana. Tandır go'shtimiz keldi mana do'stlar. Ben non oz ekan nonanchi. Bizda ham bor-ku, ben hozir bittadan olishsan tugatdi. Ha, siz virus qoldirdingiz. Bor olasaga yo'q qolsa, Mahmudjon, men ikkalamiz ekan. Omonullo ham bor ekan. Gözüm maqsad qolmirish. Yo'q, siz o'zingiz bu. Yosh bo'ldi. O ashkuna oshlar. Qani bular analashtirib Ha, keladi. bular nima deydi? Vallahi virus ko'rgan bilan hayron bo'ldim. Bular Virus ko'rib. Ularga variantlarda aytdim, men 1 million beraman deb bilibdilar. Qancha topganini bera olasan dedi. aytdi, o'zi nima qiladi? Sizga Sizga aytgunimcha, oshna siz ertaga ham ishim tugamaydigan yo'q. Tugatib olamiz ertaga kechqurunga dedingiz. Endi dushanba kuni Sami yo'q, Faryozam Bular bor ekan mana ovqatlari ham keldi-yu. bitta choy bering. yaxshi adani borsa uyga nima qilaylik? Pepsi ham bering. Bo'ladi-mi? Ha, Bo'la boru. Yo'q, demadimi? Kelsa kattaroq deb qo'y. Oladi, ketib. To'plab ne qarasam, mana o'ylayapti. Faryod yaxshimi dam oladi deb, yaxshimi yo'lja bo'ldi o'zi. Muhammad Rasul mana davlat ishida ular dam oladi deydi.
Efendim bağırırsan git korkar yok. Üçüne borç kelyapti, borofeti nima qilsin? Pulga olib ko'rsam nima qildim de? Bugun tugat ko'rmay ichima dedi gaplashib. Kechpay manjularga yig'ramizga oshna, hal qilaylik dedim. Bu boshqa dedi-yu. Sen yig'ida dedi. Demak, motivatsiya berishga o'rniga o'shanda davay bir bola deyishga o'rniga men mana qabalarni meni qo'yib qo'ymaydi. Omadni tilib olsa u ham nima qildi? Demak dedim, Qani ya ular meni senlarga. Kecha ko'rdingiz? Abi to'g'ri nima dedi? Kecha. omad 50 bin 60 bin inson. 11 milyondan katta bu kishi. Yo'q, Omadjon. So'z berdim. Kecha ham nima mashina bular. Kecha ham nasıl o'yin ko'rsatishdi-da. Biz turibmiz, keyin gap omonlar yo'q. Ular naq deyilganlar shu unutishga. Yaxshi odamlar ekan. Odaman Sen adam qoraylar. Meni bilmata oldigan bu kishi. Keyin yanada qo'shib berganman, qada oldigan qo'ydim. 500 kasra pul ekan. Pul yo'q, pul yo'q, beramiz. Mana kecha ham aytdim. Mana bu beraman bu Tugagandan keyin qasd qildi desam, molingizga beradigan qilib bir oylarga aytganman, qiydi. Yaxshi sizga aytdim. Boranda yanada qo'shib berganman-da 500 pul. Bir oylarga hozir gapi ketyapman. Gapga boraman mol kunida to'g'ri. Kim bersa omad mollarni uni berib qo'yganmiz pulni. Na qo'yaman. Zamanyo. Kelib, Rus degan ham 500. Asbulda o. Ularni qiladi. Yo, mana kecha Ma'lumga demasa qilasa. Hozir endi ha, yer qo'g'iradi, hali pulni olib berasiz, mana pulni. Nega pul debdi? Zavod qo'yaymi? Nega pul? Ey, nang bo'laga chamchi nima qilyapsan, nima qiladi. Va to'g'ri. Yo, charcha to'g'ri. Turibmiz. Azbekat. Bitta o'z bir 200 dollar berasiz. 2 dollar. Ha, gap yo'q. Ustamizda. 2 dollar chiqadi pul yo'q bu yerda. O'zi chiqaringlar-da. Bo'ladinglarmiz 2 gektarlardan. Hadi aytibman. Bir yo'lga gazetadan sizni bo'yningizga. Men ishi, ko'cha-ko'cha gidishsiz ustasiz. Meni berib turib, bittasini berib turaylik, istagan. Bularga bo'ladi. Yo, men sizga hozir mashina beraman. Ertaga to'g'ri aktirat, ortidan gapni beraman. Ertaga bir gap qilarasiz. Ha, ertaga bir gap. O'g'limni yo'qsa yo'qsa. Ularga yo'lga Gap kelaman, berib qo'yadi. Yardım kurarız endi.